Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Bugun video roligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz bitta buqamiz bor. Shuni ertaga mahallaga tarqatiladi. Bugun so'yilib mana fermamiz oxirida hozir to'liq ma'lumotlarni berib boramiz. Albatta videoni boshlashdan oldin like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu buqalarimiz, shu buqalarni nimalar yeyapti, uni ham hozir batafsil tushuntirib beramiz. Mana bu yerda silyozga somonni aralashtirib qo'yganmiz. Shu holatda beriladi. Yemiga kelsak, mana hozir yemini yutib qo'yganmiz. Shu holatda mana ikkita aravaga yutib qo'yganmiz. Ko'pchilik biladi. Granola holatdagini uyutilgan, shu holatga kelgan. Buqalarimizga bir qator baho berib borasizlar. Albatta semiz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Semizning zo'rlari bizda bo'ladi, xudo xolasa. Buqalarimiz semirishda davom etyapti. Mana ko'ryapsizlar. Bu buqamizga 10 oy bo'pti, 10 kun kam. 10 kundan keyin 10 oy bo'lardi ekan. 9,5 oy hisoblasak ham bo'laveradi. Uni kelgandagi videolarini ham qo'yib beramiz. Hozir o'sha buqamizni oldiga boramiz, borguncha to'liq buqalarimizni yoritib beramiz. Mana shu buqalarga ham 8 oy bo'ldi. Bunaqangi katta polvon buqalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Yetilgan buqalar. Mana buqalarimiz Andijon ko'rimli yemida baqilayotgan buqalarlik. Ikki mahal rejimda baqiladi. Ikki mahal rejimi qanday bo'ladi? Ertalab somonga silyoz aralashtirilgandan beriladi. Orqasidan granola beramiz. Keyin obedda suv beriladi. Va kechqurun yana shu ertalabki holat qaytariladi. Shunaqangi holatda mana baqilyapti. Albatta mehnatlarimizni qadrlab, tanish birodarlarga ham jo'natib qo'yishinglar so'rab qolamiz. Kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Kalmik buqamiz. Hozir boramiz. O'ta dahshat semirgan. Fermamizda eng semiz buqani so'yyapmiz mahallaga. Bu buqa ham zo'r ketyapti. Asosan buqalarimizni oshxonalarga taklif qilamiz, chunki mazasi buqalarimizning go'shini mazasi ancha zo'r. Mana hurmatli obunachilar, shu buqamiz. Bular esinglarda bo'lsa 3 ta, 6 ta buqa olgan edik. Zotli buqalardan birinchi boshlanishida. O'shalardan bittasi bu. Endi yeb ichganlarni hisoblaymiz. 700 mingdan hisoblayveramiz. 10 oy hisoblayveramiz, 7 million. Hozir 23 milliondan olingan bo'lsa, mana molimiz 30 millionda turibdi. Qani 10 oyda qancha foyda qoladi? To'liq ma'lumotlarni ertangi videomizda berib boramiz, lekin hozir kilosini tortamiz. Nech kilo chiqadi taxmin qilinglar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bo'ylari 1.35 atrofida. Shu holatda mana.
1.35 atrofida. Hozir Chopper akamiz kelyapti. Uni yuklash jarayonlarini ham hozir ozgina kech qolib ketdik. Qassob akamizning vaqti ozroq edi ekan, shuning uchun ozgina kechroq yiqitiladigan bo'ldi bu. Shunaqangi holatda mana semirgan. Mahallaga eng zo'rlarini so'yiladi. Bu buqamizni taxmin kilolarini yozib ketinglar kommentariyada va qayerdanligingizni yozib ketinglar. Qayerdan kuzatyapsizlar? Shuni ham yozib ketsanglar zo'r ish bo'lardi. Qaysi viloyatdan obunachimiz topdi ekan, shuni ham bilib olamizda shunda. Hurmatli obunachilar, kelgandagi videosi mana shu holatda buqamiz. Buni bo'yi 125 atrofida. Necha kilo bu buqamiz? 590 bilan 600 o'rta. Bitta ayting-da. 595. 610 kilo. 610 kilo. 590 qoldi bunda. 590. Ketdi-da. Siz oldida yurasiz, mana bu zanjirli yoqada yuradim menda. Sizdan zanjir. Stopda bu, qo'rqmang. Ishonchli qo'llarda. Üç kilo gene. Doğru ama geçince şeyler mesela. Geç. Tam geç çıkar var. Onu ben olayım. Sonra olayım uzattırayım. Kaçta basıyla kaçta. Oğlum. Kaçta basın ben kaçta.